Assalomu alaykum hamyurtlar. Sog'omon yaxshi yuribsizlarmi? Mana xudo xolisa o'tlarni o'rib bo'ldik. Endi yuvish jarayoniga keldik mana xudo xolisa. O'tga ham o'zi 2 kun urdim, dam olib oyoq og'rigani hisobiga. Mana xudo xolisa birinchi suv sepalib ustiga og'ir yopishgan o'tlarni hammasini chayib tashladi. Endi yaqinroq kelsa. Endi mana bu himoya g'ilofini o'zini maxsus qiluvchilari bor. Buni yechamiz. Mana yechib turib hammasini yuvamiz. O'tlar qalin bo'lib yopishib qolgan himoya g'ilofiga. Xo'p. Buni yechamiz. Yechib bo'lganimdan keyin buni maxsus emas, uyda qanaqa kir yuvish vositasimi, qanaqa ximikat topsanglar, o'shanga solib eritib qo'yib, keyin cho'tka bilan ishqalasanglar ketadi. Shularni ko'rsataman, keyin yurg'azgichcha yuvishi ham ichlarini ochib ko'rsataman. Mana do'stlar, yechib oldik hammasini. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Xo'p. Mana bu tig'i endi bunday qilib turib chiqaramiz. Xo'sh, buni qarab chiqaradi, esmadan chiqib qolibdi. Mana chani bosib turib qani qilib ochiladi bu. Xo'sh. Tak. Tashqariga bo'lish kerak adashmasam. Xo'sh, mana buni tiqar ekanmiz-da, kulutchini otib turib, bosib turib o'zimizga tortsak, mana yechiladi. Hammasi alohida. Xo'p. Endi buni mana do'stlar chiqarib oldik. Endi mana bu sovunli suvga solamiz. Suvga solib bo'lgandan keyin erib turadi bu. Xo'sh, endi buni aylantiramiz. Bu yoq tomondan yuvamiz asosan, bu yoq tomonni mana shu buna qo'yamiz. Keyin boshlarni yechib olamiz. Hozir bir sidra sovunli suv bilan cho'tka bilan ishqalab olishimiz kerak. Mana bu sovunli suvga botirib, cho'tkani yaxshilab ishqalasak, ketadi hamma. O't yopishganlari hammasi ketadi. Mana shunday qilib hammasini yuvib olamiz. Keyin bularni toza qilib bo'lganimizdan keyin motorga o'tamiz. Mana buni ham yechib oldim. Buni ham yuvishimiz kerak yaxshilab. Mana bu ikkita tugmasi bor, uni bossanglar, bosilsa ochiladi. Mana hammasi ko'rinadi. Buni ham suvga solib, va buni chiqarish yo'li. Xo'sh. Buni bosib turib, Mana chiqarib ilamiz. Buni chiqarib mamrisiga ilamizda. Mana hammasi ochiladi. Buni hammasini shu sovunli suvga solib, bas eritib qo'yamiz. Erib tursa tez ketadi. Mana bularni hammasini yechib oldik. Endi ahamiyat beramiz. Mana bu yoqqa suv tekkizmayapman. Чтобы zanglab ketmasdan, mana ko'ryapsizlar. Bu yoqqa umuman chang, to'zon kirmaydi. Yaxshi yopiladi, germetichniy bo'ladi. Bu yoqqa suv tegizmayman. Ustilarini hammasini yuvib, keyin quruqlatda artib olamiz. Mana do'stlar, yuvdik hammasi, mana top-toza. Hammasi toza bo'ldi. Mana yuvgazgichimiz, mana uncha baribir 100% toza bo'lmaydi. Latta kirmaydigan joylari ham bor. Mana shu holatda bo'lish kerak. Mana endi buni sekin xudo xolasa yig'ishni boshlaymiz. Xo'p. Mana qo'yamiz.
Xo'sh, endi mana joyiga. Yo'q, adashimman. Mana buni qo'yishimiz kerak. Spleniya deyiladi buni. Qo'yamiz. Buni o'zini teshigi bor. Kelish kerak emas teshikka. Xo'p, biz buni to'g'ri qo'yganmizmi? Yo'q, mana buni turib. Adashmasam, hop, tushib ketdi. Buni qo'yamiz. Mana teshigi bor, joyiga tushish kerak bu. Xo'sh, qani bu yoqda-chi? Bu yoqda. Biz bu qo'yib mana teshigiga tushish, to'rtburchi valvga tushish kerak. Mana. Shu aylanmoqda. Tak, demak, buniki adashib qoldimi? Adashmadimi yoki? Menimcha mana shu bo'lishi kerak. Qisqasi hozir hammasini yig'ib, keyin ko'rsataman. Aziz do'stlar, mana hozir hammasini yig'ib bo'ldim. Hozir ishlash jarayonini ko'rsataman. Ha, buni yuvgandan keyin albatta pas ishlatib qizdirish kerak. Qo'l bo'lgan joylar qurib. Mana starter iplari qo'l bo'ldi. Unaqa bo'lishi kerak emas. Quruq turish kerak. Shuning uchun mana yengidek bo'ldi apparatimiz. Xo'p, endi nima qilamiz? Birinchi zavod qilishdan oldin mana bu start tugmasini surib qo'yamiz. Mana surdik. Mana buni pastga olamiz. Sovuq hozir, mana endi yig'ib oldim. Benzin kachat qilamiz. Mana benzin keldi. Xo'p, endi starter tortamiz. Mana qildi. Tepaga olamiz. Hozir mana bu Baş holatda qizib, o'zi qurib ichlari. Keyin ichida qolgan benzinni albatta to'kib tashlaymiz. Benzini bilan saqlaninglar. Bugungi videomiz shundan iborat. Rahmat. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.